Assalomu alaykum aka-ukalar, ag'ayni jamalar, aynalar, gruppa podelish saqib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiyani bosasiz, like'ni ko'tiga tebesiz ukasizga mana shu pulday churullaydi. Keyin gruppa podelish saqib qo'ying. Mana ko'rdingiz, aynan bular 400 ming so'm pul bu. Bir ikki video chiqargan edik. O bola 400 ming so'm pulni mening hamsayamning pulini o'g'irlab ketgan bola ol Gulistonning birinchi nasozidan bo'ladi. Şu balanın atası olib kelib berdi mana 400 ming so'm pul. Mana shu aynalar mana qichillagan 400 ming so'm. Hali gaqlar, hali savdogarlar bor, biti uradi. Ko'ngni sataydi. Shu biz o'tmaymiz u. Mana ayna hisoblayman. Qarangizlar ayna. Bu yerda biron o'tirik joyi yo'q. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 ta. Gördünüzler mi aynalar? Hemmesini olib kelib berdi şu Molla Samet ayna. Şu balanın atasının adı Molla Samet eken. Molla Samet aynaның ata enesiga rahmet. Şunday balanı terbiye qilgan. Maqsim baba sizga rahmet. Şu Gulistonning birinchi nasozida şu Maqsim babaning uli eken. Maqsim baba sizga rahmet. Şunday ul terbiye qilibsiz eken. Sizin ata enangizga rahmet. Maqsim baba shunday farzandlarni tarbiya qilib turib, halol luqma bilan tarbiya qilgan sizning ata enangizga rahmet. Birinchisi, ikkinchisi sizga rahmet. Maqsim baba shunday farzandni tarbiya qilibsiz. Buni olib kelib berdi. Ulug'ga aloqaga chiqib turib, 400 ming so'm pulni olib kelib berdi. Va bizning bratishka hamsayamiz bo'ladi, uka shipra olaman deb qo'ygan edi. O shipra ag'alaman deb qo'ygan pulni shu bachcha o'g'irlab ketgan edi, qarib impact bo'lib qolyapti. Davleni urib talyapti. Men aytdim, ukajon, spokойся dedim. Davleni urmasin dedim. Antipal ichib turdi. Antipalman 2-3 ta glitsani tilning tagiga taylab, spokойно bo'lib turibdi. Pulni olib kelib berdi. Davlenilarim chiqib ketdi, ko'sini satay. Ayna endi men shu balaga gapimki, buning atasi Molla Samet ayna ko'p ilmi zo'r kuchli ekan. Alloh rozi bo'lsin. Shu Polatdan pux chiqadi degan shuldan. Atası molla bo'lsa, balasi bunday ish qilib жүрsa, bu uyat. Birinchisi, ukajon boshqa bir ishingni qilmagin, birovning oldiga borib pulni o'g'irlamagin. Birov bir yaxshi niyat ila mana shuni olib turib, ukam borib turib ali qiladi, shipir oladi. Shipir olib turib, astagina bo'linib ketadi. Shipir olaman degan pulni qilib olib ketding endi. Mana Xudoga shukr olib kelib berdi. Rahmet aynalar barchalaringizga. Buni sizlarning yordamlaringiz bilan mana shu pul keldi. Sizlar gruppa tayladingizlar. Birinchi nasozda mechitda o'tirib turib ko'p nima deydi gaplar bo'ldi. Shu aldima, ammadima ko'p yana aynalar kommentariya deyapti. Hammasini o'qidik, o'tirik, to'mat qilyapsan dedi. To'mat qilsam, pullar qayerdan keladi? Ayna men to'mat qilmayman. Birovga to'mat qilmayman. Pulni o'g'irlamangizlar. Agar 1000 rubl birovdan qarzlar bo'lsangizlar, chiqaraman. O'zlaringizni YouTube'ga chiqarib turib sharbanda qilmangizlar. Birovning haqqiga xiyonat qilmangizlar. Agar xiyonat qilsangizlar, aytib qo'yay. Mana shu o'rganingda tabutingdan shu qars ushlaydi, janoza o'qimaydi. Aytib qo'yay. Sen tabutingdan ushlasa, janoza o'qimaydi baribir. Qarzlar mendan deydi. Men degan oliming kelsin, men degan shayxing kelsin, mufting kelsin, baribir o'qimaydi. O'ga ijozat yo'q. Va shunday aynalar. Birovning haqqiga xiyonat qilmangizlar. Laji bo'lsa. Eng ko'p jamon katta banda misol uchun Alloh kechiradi gunohimizni.
Lekin bende men bendening o'rtasiga qo'yganda aytadi, qag'anda aytadi, o'kovlang razbrat qilib ol deydi. Onda armening yo'q, tag'ang yo'q, atang yo'q, bitib 400 ming so'm olib kelib beradigan. O'zing atang ham, enang ham hammasi o'zining qilgan gunohiga javob beraman deb ata bolani tanimaydi. 400 ming so'm olib kelib beradigan atalaring yo'q, bitib turib keyin balam YouTube'ga chiqarma, sharmanda qilma deydi. Canlaringiz aman bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar. Gruppa podelish saqlayna. Başqa birovning pulini o'g'irlamangizlar ham, kida tamg'imangizlar.